taniqli aktrisa bu dunyodan ko'z yumdi. Moskva ko'z yoshlariga ishonmaydi film yulduzi vafot etdi. Bugun 25-dekabr kuni mashhur sovet va rus aktrisasi Vera Alentova Oskar mukofotiga sazovor bo'lgan. Moskva ko'z yoshlariga ishonmaydi filmi qahramoni olamdan o'tdi. Rossiya xalq artisti 83 yoshda edi. Bu haqda Pushkin nomidagi teatr matbuot xizmati xabar berdi. Bungacha Vera Alentova aktyor Anatoliy Loboskiy bilan xayrlashuv marosimida o'zini noqulay his qilgan va tezkor ravishda shifoxonaga yotqizilgan. Ma'lumot uchun Vera Alentova 1942-yilda Arxangelsk viloyati Kotlas shahrida tug'ilgan. 1961-yilda Moskvaga ko'chib o'tgan va Mxat maktab studiyasi Vasiliy Markov kursiga qabul qilingan. Shu yerda turmush o'rtog'i Vladimir Menshov bilan uchrashgan. 1965-yilda Moskva drama teatri Aleksandr Sergeyevich Pushkin nomidagi truppasiga qabul qilingan va shu kungacha xizmat qilgan. Aktrisa kinoda ko'plab rollarda ijro etgan. Mashhurlik esa 1970-yilda edi. Rejissor Vladimir Menshov tomonidan suratga olingan Moskva ko'z yoshlariga ishonmaydi filmi bilan kelgan. 1981-yilda ushbu film eng yaxshi chet el filmi nominatsiyasiga Oskar mukofoti qo'lga kiritgan. Shuningdek, u Ertaga urush bo'ladi, Shirli Mirli, Orzular vaqti kabi boshqa mashhur filmlarda rol ijro etgan. Aktrisaning eri 2021-yil yozida vafot etgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq hindistonlik aktyor va siyosatchi Zita va Gita filmi yulduzi Dharmendra 89 yoshda vafot etgani haqida xabar berilgan edi.